Assalomu alaykum aziz ustozlar. Navbatdagi bizga berilgan masala Virginia shifrlash usulida shifrlangan matnni deshifrlang deyapti ekan. Bu yerda ingliz alifbosidan foydalaning degan talab qo'yyapti. Bizga demak matn berilyapti, shifrlangan va kalit so'z berilyapti. Kalit so'zimiz demak orzularim degan kalit so'z ekan. Javoblarga ham e'tibor berasizlar. Demek to'rtta javob bor. Bu yerdan bizga bittasi to'g'ri, 3 ta alternativ javob bor. Katta ehtimol bilan javob mana shu ikkalasining ichidan chiqishi mumkin, chunki bular juda ham boshqacha ko'rinishda turibdi. Tekshirib ko'ramiz, qani natija qanday bo'lar ekan. Demak, bu ikkita qismdan iborat bo'lganligi uchun bizda ham shifrlangan qismda ikkita qism bor. Mana bu bitta qism, mana bu bitta qism. Endi biz ham har bitta ochiq matnni ko'radigan bo'lsak, ular ham ikkitadan qismdan iborat. Agar biz birinchi qismni qidiradigan bo'lsak, o'xshashliklar bor. Shuning uchun biz ikkinchi qism bo'yicha qidirishni amalga oshirsak natijaga tezroq boramiz. Chunki ikkinchi qismda yulduzlar, dengizlar, osmonlar va talaba degan so'zlar berilgan. Shuning uchun shifrlagan paytimizda mana shunday ikkinchi qismda orqali shifrlaganimizda, deshifrlaganimizda osonroq yechimga boramiz. O'z-o'zidan mana bu D javob chiqib ketadi, chunki bu yerda talabani beryapti. Bu kalit so'zga ham va mana bu yerda berilgan shifrlangan ma'lumotga ham to'g'ri kelmaydi, chunki harflarning soni teng bo'lishi kerak. Shuning uchun D javob bizga alternativ hisoblanadi. Kelar endi buni yechishni ko'rib chiqamiz. Demak, biz ikkinchi qismdan foydalandik, ya'ni mana bundan. Chunki hali aytdim sizlarga, mana bu ikkinchi qismdagi so'zlar 3 xil, mana 3 ta javobda. Mana men shifrlangan matnni yozib oldim va pastga kalit so'zni yozdim. Endi birinchi mana bu harflarda, ya'ni shifrlangan M harfini kalit so'z orqali deshifrlaydigan bo'lsam, birinchi harflarda ham men natijaga erishib boraman. Ya'ni bunda Y, bunda D va bunda O harflari berilgan. Shunga e'tiborli bo'lamiz va ishlanish yo'llarini ko'ramiz. Demak, bizda O harfi 14-tartib raqamda turibdi. Demak, buni tartibi 14. M harfi esa bizda 12 ta turibdi. Bilamiz, bizda alifbodagi harflar soni 26 ta. Demak, biz 14 dan boshlab harakatlanishimiz kerak va 12 ga kelishimiz kerak. Bu degani 26 dan 12 ta o'tib ketadi. 26 plus 12. Bu bo'ladi bizda 38. Demak, 38 bo'lganda u M ga yetib kelar ekan. Demak, O harfiga 14 ga nechini qo'shsak 38 bo'ladi. Demak, 24 ni qo'shganimizda 38 bo'ladi. Demak, bizda javob Y harfi bilan boshlanar ekan. Bu A javobga to'g'ri kelyapti. Deshifrlaganimizda demak osmondagi yulduzlar degan javob to'g'ri bo'lar ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa like va kanalga obuna bo'lishni eslaringizdan chiqarmanglar.